Xo'jayinimlarga Xitoydan shu shortingni zakaz qilgandim. Agar esingizda bo'lsa, o'tgan videolarda ko'rsatganman. Jiyanimga ham xuddi shundan olib bergandim. Sifati juda ham zo'r chiqdi, shuning uchun qayta sotib olyapman. Bu bizni pulga 46 ming, kargosi bilan 57 mingga tushdi. Hozir meni kichkintoyim emgaklab yuradigan bo'lgan, tizzasi yumshoq yurishi uchun shunaqa narsadan 3 juft zakaz qilgandim. Bundan 3 yil oldin Qo'qon bozorida 35 mingga bir juftini ko'rgandim, lekin Xitoydan 3 tasini 15 mingga sotib oldim. Kargosi bilan menga 25 mingga tushdi. Qalin shunaqa mushkuchalikdan ham bir juft 17 mingga zakaz qilgandim, kargosi bilan 26 mingga tushdi. Shunaqa chiroylikgina paypoqchalarni 5 juftini 15 mingga sotib oldim, kargosi bilan 25 ming bo'ldi. Bu kislarni shu xaltachasi bilan 13 mingga oldim, kelishi bilan 23 mingga tushdi. Bolajonlar yugurganda urilib ketmasin deb shunaqa burchakka yopishtirib qo'yiladigan yumshoq narsa ham oldim, nomini bilmayman. Shunchaki menga bonusga tekinga qo'shib berishdi hisob. Bu oyoq uchun shunaqa nejniy braslet kargosi bilan 22 mingga tushdi, rangi uchmaydigan yaxshisidan ekan. Shu komplekt rosa ham o'zimga yoqdi, 43 mingga oldim. Durli narsani sevaman rosa ham. Bunisini esa 17 mingga oldim, 22 mingga tushdi. Bu zirakni esa atigi 10 ming so'mga oldim. Shu taqinchoq ham rosa ham yoqdi, 16 mingga oldim, kargosi bilan 21 mingga tushdi. Конечно, o'zimizda bunaqa narxga ola olmasdim. Kamiga menga 1 yuanlik kupon ham jo'natib yuboribdi. Bu komplektim rosa yoqdi, taqishga ham ulgurdim. Buni ham Pinduoduodan 23 mingga zakaz qildim.